Kerak bo'lsa sizni ham ustundan murojaat qilishingiz mumkin. Ha, bemalol. Alloh qo'yib ko'rsatsa, doston berganlar. Qarshimasiz? Sizga konkret savol bor. Muammolarni biz bartaraf qilib qo'yamiz deb va'da bergansizlar, to'g'rimi? Qaysi lavozimda faoliyat olib borasiz? bosh vrach. Siz shifoxonangizga 300 million so'm pul ajratilgan. Xodimlar majburan chaqirilgani yo'qmi siz tomonidan? Tekshiruvchilar o'rganishdi jarayonida Necha ming dollarga olingan? tez yordam shoxobchasiga yo'naltirilgan pul. Davlat tomonidan sotib olib berilgan. Bu bo'lim o'z faoliyatini ko'rsatmayapti. Demak, mana 8 oydan beri mana shu muammoligicha turibdi. Bu kamchilikmi aka? Asbobirjon haqida gapiryapmiz. Faoliyatiga necha oy bo'ldi taxminan? Biz pulli xizmatda reja qo'ygan. Rejani bajarish uchun kasallik ko'chadan chaqirib kelmasa kerak, javob beriladi-ku, to'g'rimi? Beriladi. Hozir aloqasi yo'q deyapsiz. Bugungi kunda byuro chiqarib ular ishga olishga qurbim yetadi. Blogger Dostonbek Rahimov. 8 oy avvalgi o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar bartaraf qilinishi to'g'risida boshqa ommaviy axborot vositalariga tibbiyot muassasasi rahbariyati tomonidan va'da berilgan, lekin bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra ushbu muammolar hali hamon o'z yechimini topmagan. O'zi nima bo'lyapti bu tibbiyot muassasasida degan savolga javob olish uchun Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi 1-sonli shifoxonaga yetib keldik. Salom. Boshliq bor? Assalomu alaykum. Alisher aka sizmi? Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Alisher aka sizmi? Gaplashsa bo'ladi. Ommaviy axborot vositalaridan doston berganlar. Keling. Ismim Dostonbek aka. Xo'p, berganingizni o'qib ko'raman aka. Xo'p, hozir tibbiyot boshlig'ini xabardor qildik. Faqat kelishdan oldin. Xo'p, bizga aka murojaatlar bo'lgan. Murojaatlar yuzasidan aka bir ikkita savollar bor. Marhamat. Shunga javob olishimiz kerak. Qarshimasmiz? Ochiqlikcha yoshlarga hozir. Yaxshi bahsimiz. Tanishganlar xursandmiz. 8 ga qap nimam bor? Sizni faoliyatingiz haqida. 7 oy yoki 8 oy oldinmi ommaviy axborot vositasi kelgan ekan, faqat jurnalistik surishtiruv qilgani. Ana shu joyda bir nechta masalalar ko'rib chiqilgan ekan. Ko'rib chiqilgan ekan. Ana shu narsalar hali ham o'zgargani yo'q deyishyapti. Siz qo'ygan savollarda menga nisbatan shaxsiy adovat sifatida ko'rilib qilingan bo'lsa, men bemalol o'zim hali yuristimga ma'lumotni beraman. Ma'lumotni bering, kerak bo'lsa sizni ham ustundan murojaat qilishingiz mumkin. Ha, bemalol. Siz to'g'ringizda berilgan tibbiyotdagi shifoxonangiz to'g'risida berilgan ma'lumotlar shunday olib chiqarib yuborsak tarmoqqa, bir tomonlama yoritibdi, bizni eshitmabdi deyishingiz mumkin. Albatta. Agar men bu yerda menga nisbatan shaxsiy adovat yuzasidan qilinyapti turgan ish bo'ladigan bo'lsa, unda men o'zim yo'nalishim bo'yicha kerakli tashkilotga o'sha xodimlarni ustidan murojaat qilaman. Eshittiring. Aka, siz xodim ustidan murojaat qilishingiz, xodim bilan qilayotgan kontaktingiz bu sizlarning ish faoliyatlari. Uni bizga aloqasi yo'q. Biz sizni ish faoliyatingiz, xodimingiz bilan yozasizmi, chizasizmi degan masalada kelmayapmiz aka. Dostonbek, sizga konkret savol bor. Aka, eshitaman. Keling, konkret savol javob qo'yaylik. Xo'p, tibbiyot muassasasida aka bir necha oylar muqaddam jurnalistik surishtiruv o'tkazgan. Ommaviy axborot vositasi bor. Aka, xabaringiz bor, bundan o'zingiz qatnashgansiz aka. Ijtimoiy tarmoqlarda video e'lon qilinishi kerak bo'lgan, lekin sizlar tomonidan ijtimoiy tarmoqqa videolar e'lon qilinmasin, kamchiliklar bo'yicha muammolarni biz bartaraf qilib qo'yamiz deb va'da bergansizlar, to'g'rimi? Ana shundan keyin ijtimoiy tarmoqqa videolar, materiallar chiqmagan aka. Birinchi masala boshi shu. Keyin mana shu o'sha paytda o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar hali hamon ana shunday jarayonda turibdi. Davom etyapti. Siz ularning fikricha. Endi ularning fikri shunaqa. Endi sizdan shunaqami yo'qmi deb savol berib, shu savollarga javob olgani keldim aka. Qaysi lavozimda faoliyat olib borasiz? Bosh vrach. Bosh vrach. 2016-yildan beri
Birinchi sonli shifoxonada bosh vrach lavozimida ishlab kelaman. 2016-yildan beri. Yana boshqa lavozimingiz bormi mana shu joyda? Bundan tashqari mana shu qo'shimcha o'rindosh sifatida ginekologiya bo'limini yuritaman. U qonuniy mumkin. Mumkin. Buyruqlari bor. Bor. Shanba kuni ham dam olishni belgilandi hozir qaror. Prezidentimiz 336-sonli qaror asosida 2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi davlat profilaktik muassasalari 5 kunlik ish kuniga o'tdi. Shanba kuni dam olish kuniga xodimlar majburan chaqirilgani yo'qmi siz tomonidan? Biz tomonidan chaqirilgani yo'q. Ular o'zlari xohish bildirishdi. Biz ularga ikki baravar oila ish haqini ta'minlash tartibi bilan ishga taklif berdik. Ular o'z xohishlari bilan rozilik berishdi. Xizmat avtomashinasiga haydovchi biriktirilgan. Shunaqami? Haydovchi biriktirish kerak, lekin yarim stavkada hozirgi holatda bu endi o'z xizmat o'zim shaxsan foydalanib turibsiz. Haydovchi biriktirilmagan hozirgi paytda. Ham bu o'zim cho'ntagimda yoqib qo'yib, o'zim minib ishga kelib ishdan ketib turibman. Siz shifoxonangizga 300 million so'm pul ajratilgan. Shunaqa shu gap rostmi? Yo'q, bu bizga ajratilmagan. Bu tuman moliya bo'limidan Oltiariq tibbiyot birlashmasi birinchi sonli shifoxona qoshidagi tez yordam shoxobchasiga yo'naltirilgan pul. Bu bizga taalluqli emas. Bizga taalluqli emas. Bu pul birinchi sonli shifoxonaning ichidagi balansda turgan binoda joylashgan shoxobchani remont uchun ajratishgan. Shoxobchani hisob raqami viloyatda joylashgan uchun ularga ajratilgan summani remont uchun bizga qo'yilgan xolos. Ya'ni sizlarga aloqasi yo'q. Bizga aloqasi undan bir so'mi ham issig'i ham bizga bir so'mi ham sovug'i ham yo'q. Bizga muammo bo'ldi. Sabab huquq tartibot tashkilotlaridan kelib o'rganish qilindi. Hamma yo'q hujjatlar jo'ydaligi uchun ular ishda yakun qilib ketishdi. Ya'ni bu masala bo'yicha o'rganishlari huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'rganildi bu masala. Shunda siz jalb qilinganmisiz? Jalb qilindi. Endi siz qanday jalb qilinasiz? Hozir aloqasi yo'q deyapsiz-ku. Sizni qaysi maqsadda jalb qilishgan bo'lishi mumkin? Erta kelib tekshiruvchilar o'rganish jarayonida siz qatnashasiz. Sizni tashkilotingizga bitta huquq tartibot organidan keladigan bo'lsa, bu kelgan odamni kelib ya'ni o'sha sizni tashkilotingiz ichidagi mana shu birinchi sonli shifoxonani ichidagi o'sha tez yordamga yo'naltirilgan mablag' bo'lgan. Endi rentgen apparati necha ming dollarga olingan, davlat puliga hech kim ishlatmaydi. Xonaga qulflab qo'ygan. Davlatning puliga kelgan xizmat apparatidan foydalanmasdan saqlash mumkin. Rentgen masalasi ekan. Rentgen faoliyatdami hozir? Rentgen bo'limimiz faoliyati yo'q, sababi erka mutaxassisimiz yo'qligi uchun hozirgi danniy momentda bu bo'lim o'z faoliyatini ko'rsatmayapti. Rentgen apparati haqiqatan ham portativ rentgen, sifrovoy rentgen apparati olib kelingan. U to'liq faoliyat yuritish uchun bizga bitta rentgen laborant kerak. Bu rentgenni o'zi olinda chiqarildi bo'lmaydi, unga o'ziga yarasha unga ketadigan masalan proyevechil ketadi, suyuqliklar ketadi. Ularni biz zabt qilib olib berishimizga bitta bemorga qo'yilayotgan rentgen tekshiruv juda katta 40 ming 50 ming so'mga tushib qolyapti. Bo'ldi, u masalalar tushundim. Bu kamchilikmi aka? Bumi? Kamchilik deb o'ylaysizmi? Yo'q, kadr yetishmovchi. Kadr masalanda bitta bo'limni yuritish uchun bitta xodimni biz o'sha apparatni o'zini tan narxini bekitish uchun Dostonbek kamida 15-20 ta snimka bo'lishi kerak bo'ladi. Snimka bo'lishi. Bu o'zi aka rentgen qo'yilayotganda fuqarolarga, xalqqa yengillik bo'lish uchun, o'shanga xizmat qilish uchun davlat tomonidan sotib olib berilgan, to'g'rimi? Davlat tomonidan olib kelinganda. Olib kelingan. Davlat xalqini o'ylab shu narsani qilib bergan. Endi aka eshitib turing. Shuni nazorati, uni ishlatish, yurg'izish siz vazifangizda, to'g'rimi? Siz zimmangizda. Mana shu narsa bo'lmagani sizni kamchiligingizmi? Biz bu masalada har oyda bizga shifoxonani xodimlar masalasida biz yo'q aka, xodimlar kadr boshqa narsa. Bu narsa mana shu paytgacha, o'sha paytda ham shu muammo yozilgan ekan. Demak, mana 8 oydan beri mana shu muammoligicha turibdi. Shunaqami?
Endi terapiya bo'limi deyapti. Terapiya bo'limida qanaqa muammo bo'lgan o'sha yerda aka? Esizdami muammo? Qanaqa muammo? Terapiya bo'limida qaysidir vrach bo'lgan ekan. Ketgandan keyin 4 ta vrach alishibdi. Ana shu joyda sizni bosimlaringiz oqibatida terapiya bo'limida tinmay rahbar alishyapti ekan. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Yigitlar u paytda hali Ahmadjon degan terapevt bola bo'lgan. U paytda biz u yigitga sharoit yaratib berib, unga ish qilib berganmiz. Endi o'qishga boryapman deb turib, o'qishga ketib, o'qishdan keyin qaytmasdan xususiy klinikaga o'tib ketdi. Ana shuni o'tib ketishi o'zini ixtiyori bilan O'zini ixtiyori bilan. Siz bosimingiz bilan bo'lmagan. Kimga bosim bo'lmagan. Endi shundan hozir mana shu 8 oy mobaynida o'sha paytda hozir ertalabga masalan ertalab 12 ta bemor, atak 16 qo'ykaga ishlaydi. Ikrom Boburjon degan yigit ishlayapti. O'sha qancha necha oy faoliyat yuritdi Boburjon aka? Hozir ham ishlayapti. O'sha paytda men faoliyatiga necha oy bo'ldi taxminan? Hozir Boburjon haqida gapiryapsiz. Hozir terapiya bo'limiga. Terapiya bo'limida Boburjon ishlayapti. 3 yildan beri ishlayapti. 3 yildan beri ishlayapti. Ya'ni mana shu yerda. Unda bu alishganlar kimlar? Bu bulardan oldin kelgan doktorlar. Oldingi kelgan. Bular murojaat qilganiga 8 oy bo'lganda, qanday 3 yil? Bular o'sha eski narsani olib sizga informatsiya masalasida qilib berishyapti. Sizga o'shancha aytyapman Dostonbek. Terapiya bo'limida, mana shu yakunlab ketay savolni. Terapiya bo'limida istoriya deymiz, istoriya ochiladi, u pullik, to'g'rimi? Ana shu bemorlar istoriyasi, har bitta bemorda istoriyasi ochilgan bo'lishi kerak. Mana misol uchun hozir kirib ko'rsak, misol ruxsat bersangiz, nechta kasal yotgan bo'lsa, hammasiga istoriya ochilganmi? Ochilgan. Ko'rsak bo'ladimi shu? Siz uni ko'rishga sizda ruxsat yo'q, sabab aka uni mana qarang, siz ochiqlik, mana biz ko'rmaylik, mayli. Dostonbek, mana shu to'g'risida sizni aralashishim noto'g'ri, lekin savol sababida qarang aka, istoriya tekshiruv qilyapsiz, siz mayli akajon, xodimlarimni e'tirozini tekshiryapsiz. E'tirozim bor desangiz, aka, qarshiligini eshitib turing. E'tirozingiz bo'lsa, aka, qarang, bu masalada e'tirozingiz bo'lsa, biz viloyatga boryapti. Viloyatdan so'raymiz. Siz jurnalist sifatida savol berib, mendan javob topmasdan yana savolga kirib ketyapsiz. Yo'q, sizdan javob oldim, sizga mumkin emas deyapsiz. Ana shuning uchun keyin reaksiya ham bildiryapman. Hozir ana shu jarayonni ko'rsak bo'ladimi desam, yo'q, sizga mumkin emas deyapsiz. Buni qabul qildim. Yo'q, kirib ko'rsatasiz demayapman. Aka, bu to'g'risida biz ma'lumot olishimiz uchun imkoniyatimiz yetarli, aka. Siz hozir kirib ko'rsatmasangiz o'sha yerdan. Yo'q, xodimdan demayapman. Biz yuqori turuvchi tashkilotlardan istoriya bo'yicha, yotilgan kasallar bo'yicha biz bemalol ma'lumot olamiz. Uni sizni xodimingizdan demayapman aka. Ertagi jarayondan biz yuqori turuvchi rahbariyatdan ma'lumot olamiz. Matbuot xizmatidan olamiz aka. Iminoy siz kirib bizga hozir ko'rsatishga majbur emassiz deylik, lekin viloyatdan yoki bo'lmasa respublikadan bu to'g'risida biz ma'lumot olishimiz mumkin. Chunki har bitta istoriya registratsiya qilinadi. Yotgan o'sha yerdagi bemorlar har bittasida eshittirgan tizimi bo'yicha ishlanyapti. Har bir kelgan bemor uka bizni Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, boshqarmamiz tomonidan, tibbiyot birlashmasi tomonidan ham, hattoki Moliya vazirligi tomonidan ham ko'rib nazorat qilsa bo'ladi. Ana shu faqat bu saytga maxsus ruxsati borlar kirib ko'rishga endi fuqaro yoki bo'lmasa bir oddiy inson mana shu masala bo'yicha murojaat qilsa javob beriladi-ku, to'g'rimi? Beriladi. Xususiy klinikalar ochilgan sababli o'sha terapiya bo'limlari, lor bo'limi, xirurgiya bo'limlarimiz jicha oqsayapti. Xirurgiya bo'limimiz hozirgida buyruq bilan berkitilgan. Buni masalan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasini bosh xirurgiya xabari bor. Xat bilan ham chiqamiz tibbiyot birlashmasiga, lekin bo'sh turgan xirurg yigitimiz yo'q ekan, shatda boshqaradigan. Endi har oyda vakansiya beryapmiz. Bu vakansiya urologiya, xirurgiya, endoxirurg va nervpatolog. Ya'ni o'shalar ham vakant. Hozir o'sha xirurgiya agar shu yigit shu vakant bergan xodimlar kelsa, men hozir bugungi kunda buyruq chiqarib ular ishga olishga qurbim yetadi. 5 yil ichida Nazarov, Mirzachayev, Ahmadjondan aytyapti, Bobur degan akani aytyapti, Azizbekni aytyapti, buxgalterni,
Rasululloh aytyapti, Ravshan akani, G'ani akani ishdan haydaldi. Demak, u sizni xodimlarni ishdan olish, ishga olish jarayoni to'g'risida savollar bor. Qanaqa bo'ladi tartib? Nazarov Hamdamjon o'z arizasiga binoan o'tgan yili 25-yili 22-aprelda ishdan ketgan. Shermatov Ravshanbek xo'jalik qismi bo'lgan. Bu yigit ham ishlashdan bosh tortib ketgan. G'anaka Muslimov degan pediatrimiz bo'lgan bir paytlar. U yigit ishga regular surunkali ravishda kelmasdan faoliyatini ko'rsatmagan. Mirzachev Ilhomjon degan yigit o'sha rentgen bo'limida rentgen laboranti, unga qo'yilgan bizdan masalan bir oyda qo'yilgan reja bo'ladi. Faoliyatini qoniqarsiz darajada olib borgan. Ya'ni qo'yilgan masalan deylik, har bir bo'limda biz pulli xizmatda reja qo'yilgan. O'sha rejani bajarish kerak bo'ladi. Rejani bajarmagandan keyin u yigit bilan bir tomonlama shartnoma bekor qiladi. U rejani bajarish uchun kasallik ko'chadan chaqirib kelmasa kerak. Har bir bo'limda biz pulli xizmatda reja qo'yilgan. O'sha rejani bajarish kerak. Blogger Dostonbek Rahimov.